Assalomu alaykum. Farzandlaringiz namoz o'qimayaptimi? Yoki o'zingiz namozga yalqovlik qilyapsizmi? Bizga kelgan xatlarning ko'pchiligida shunaqa savollar. Domla, namozga beparvo bo'lib qolyapman. Namozlarimga beparvo bo'lib qolyapman. Namozlarni tashlab qo'yapman. Namoz o'qiy olmayapman degan savollar bo'lyapti. Birodarlar, sizga bir duo o'rgataman. Alloh taoloning kalomida, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Shu duoni ko'p o'qing. Yaxshi ko'rgan kishilaringizga ham tarqating, o'rgating. Bu duo quyidagi duodir. Bu oyat shu oyatdirki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati. Robbana va taqabbal du'a. Qaytaraman. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati. Robbana va taqabbal du'a. Albatta bu duoni ko'p o'qing, bu oyatni ko'p o'qing. Farzandlaringizga ham duo qiling, do'stlaringizga ham. Alloh taolo namozda qoyimlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.